ajratiladi. Masalan, aylanma mablag' olsangiz 1 yil muddatga beriladi. 1 yil muddatga. Misol uchun deylik, nonvoy oling, nonvoy. Un oladigan bo'lsa, u aylanma mablag'iga kiradi, un mahsulotlariga 1 yil muddatga. Chunki sababi uni 1 yil bo'lishini sababi tezda pulga aylanadi. Masalan, unni non yopsangiz sirasi pulga aylanadi. Shuning uchun u qisqa muddatga beriladi. Ishlab chiqarishga masalan deylik, trikotaj deylik, tuman rivojlangan trikotaj bo'lsa, mashinka, daska sotib oladigan bo'lsangiz 3 yilga 6 oy imtiyozli davr bilan beriladi. 18%. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlikdan olib, foydalanib, uni vaqtida yopib, nima qilgan bo'lsanglar, mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha kafillik bilan 25%, ayollarga 24%,